Assalomu alaykum. Hurmatli aziz 4-bo'lim kanalning aziz muxlislari, 4-bo'lim ahli mana bugun Xo'janna Harata Avliyo Otada mana to'kilgan griyaz toshlardi. Yo ishda mana katta hashar ishlari boshlanib ketdi. Mana Ibrohim Hoji bobomiz boshchiligida, mana Ibrohim Hoji bobomiz boshchiligida Baylovda Hoji aka, mana Mahsum Chorva akamiz, Abdurahmon boshchiligida mana yigitlarimiz, hammalarimiz mana bahal ish boshlandi azizlar. Nasib bo'lsa g'ayrat qilingizlar. Mana Rejab akamizdan ham ehson keldi. Nasib bo'lsa mana shu avliyoni ato qilsa, nayaki niyatlari bo'lsa Alloh muborak qilib, farzandlarini kamoliga elda azim karam bo'lsin. Allohu akbar. Ey yaşangizlar, eshitganlar, ko'rganlar g'ayrat qilib haydangizlar, otilo deyshak. Otni minib nasib bo'lsa. Hashar davom etadi kechgacha.